Nechiz 42 daraja? 40-42 daraja. Ha. Dahshatli. Tungi muddatlarda 5 darajaga pasayib ketish, ya'ni sovuqlik stresslarni qabul qiladigan, ya'ni shapka kiyib o'tirishni xohlaydiganlar bo'lsa, mana shu haftani o'rtalarigacha qadar bog'dorchilikni juda katta yer maydon, yuzlab gektar maydonlar urib ketdi. Yana jala yog'inlar bo'ladi, mana shunaqangi bor, vaziyat bor. Qolgan hududlarni yomg'irni o'g'irlab qo'yadi. Nima degani? Bu qurg'oqchilik degani. Assalomu alaykum. Qishloq xo'jaligi uchun ob-havo ma'lumotlarini berishda davom etamiz. Erkin aka, assalomu alaykum. Demak, o'tgan hafta juda ham shu voqealar yana boy bo'ldi. Do'l, jala, sel, har xil hodisalar bo'ldi va bu yog'iga o'zi vaziyat qanday? O'zi ozgina bo'lsa ham qurg'oqchilik bo'ladimi yoki bo'lmasa yana namgarchilik bo'ladimi? Keyin undan tashqari yana kelasi haftalarda issiq bo'ladiganida iloj bo'lsa shu hudud aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum Respublika fermerlar kanali kuzatuvchilari. Biz yuqorida aytib o'tganingizdek, haqiqiy bir kamida bir 10 kunlik, uzoq muddatli bir yaxshi bir dehqonchiliklar uchun, o'zimiz uchun ham, insonlar uchun ham bir qulay ob-havo muhiti bilan to'qnashamiz. Ya'ni barqaror havo harorati ko'tarilib boradi. Dehqonlarimiz uchun dala ishlari qulay bo'lgan bir vaziyat kuzatiladi. Yomg'irlar, sellar, kuchli shamollar bilan bog'liq hodisalar biroz mana shu kelayotgan haftamizda yo'q hisobi ham desak ham bo'ladi. Faqat tog'larda mana bugun seshanba kuni 12-may kuni ayrim hududlarimizda, tog'larimizda, vodiyda faollik bor kunning ikkinchi yarmida. Va shu bilan ketdi bu yog'i 3-4 kun yog'ingarchiliksiz, hatto tog'larda ham. Chunki antsiklon chekinyapti, orqasidan endi issiq havo oqimi kirib keladi va mana havo harorati bo'yicha ham mana shu haftalik joylashtiryapmizki, hafta boshlari 30 darajagacha respublikaning ko'plab hududlarida 25-30 daraja orasida harorat kutilmalari, keyin sekin havo harorati ko'tarilib boryapti. Mana ko'ryapsizlar, 14-may kuni 32-33 ga ko'tarilyapti voha hududlarida. 15-may kuni sekin 36 ga chiqyapti. 16-may kuni sekin mana Buxoro viloyati, Navoiy viloyati hududlarida hatto 38 daraja. 17-18-may kuni 40 daraja, 42 daraja. Nechiz 42 daraja? 40-42 daraja. Ha. Dahshatli. Surxondaryo viloyatida, umuman janubiy hududlarda keyingi hafta boshlarida, ya'ni 18-19-may kunlari 42 darajagacha havo harorati ko'tariladi. Umumiy sekin-asta havo haroratining har kuni 2 daraja ko'tarilib borish tamoyili bor mana shu haftada. Demak, boshqa hududlarimizda vaziyat qanday? Qoraqalpog'iston, Xorazm, Navoiy, Buxoro. Asosiy issiq havo oqimlari Qoraqalpoq shimoldan ta'sir etib boshlaydi va shimolda ham bugun erta biroz o'sha 25-30 darajalik haroratlar bor va hafta o'rtalaridan u hududlarda ham xuddi 35 dan yuqori, ya'ni kishilar o'rtacha tana haroratidan yuqoriroq haroratlar boshlanadi. Tog'larda hafta boshlarida tungi muddatlarda 5 darajagacha pasayib ketish, ya'ni sovuqlik stresslarini qabul qiladigan, ya'ni shapka kiyib o'tirishni xohlaydiganlar bo'lsa, mana shu haftani o'rtalarigacha qadar tog'larga sayohatlarni amalga oshirishsa, pastda 42, tog'da 5 daraja. Yo'q, hafta boshlarida. Pastda o'zi hafta boshlarida rosa bo'lsa 32-33 bo'ladi. Tog'larda kechalar o'zi 5 daraja sovuq haroratlar bor. Vodiyda vaziyat qanday? Vodiyda mana shu bugun kecha o'zi ko'ryapmiz, kuchli juda katta bir konvektiv bulut, super yacheykali bulut rivojlandi. Afsuski ta'sir ko'rsatishmadi. Bulutga ta'sir o'sha bizda atmosferaga ta'sir ko'rsatish otryadlarimiz bor. Gidrometeorologik faoliyat yuritishadi ular, lekin otishmadi va mana shu joydan juda katta bir yong'oqday Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumani Iskovut, G'ovazon degan qishlog'i, Birlashgan, Bekobod degan qishloqlarida juda katta bir hajmda do'l yog'di va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, endi u yerda paxta ekini yo'q, bug'doy ekishadi va bog'dorchilik asosan ixtisoslashuv va bog'dorchilikning juda katta yer maydon, yuzlab gektar maydonlar urib ketdi. Mana shu do'l urib ketdi. Endi afsuski mana shu sug'urta mexanizmi bilan ularni biz sug'urtalashtirishimiz kerak menimcha. Endi keyingi 10 kunligimiz o'z vaziyat qanday? 3-10 kunlikda o'z yog'ingarchiliklar bormi? Va yana nimaga tayyorgarlik ko'rsin dehqon? Yaxshi John Deere paxta terish kombaynini qidirib yurganlarga ushbu texnikani tavsiya qilamiz. 2020-yil narxi yengisidan 4 barobar arzon. Quyidagi raqamlarga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Yog'ingarchiliklarni jo'layapmiz. O'zi kechagi yog'ingarchiliklarning umumiy quvvati ham kirib ketyapti. Bu 10 kunlik, ya'ni 11-maydan 22-may kuniga qadar mana xaritasini ko'rishingiz mumkin. Asosan tog'larda ishlayapti. Tekislik hududlarimizda nari borsa bir 5 mm ko'k ranglarimiz turibdi. Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyati hududlarida, Buxoro, Qashqadaryo viloyatining katta, hatto Samarqand viloyatining katta qismida, Surxondaryo viloyatida oq ranglar ko'rinyapti. Ko'k rang, ko'kimtir, och ko'kimtir bu 3 mm. Ya'ni kelayotgan 10 kunlikda ayni qishloq xo'jaligi yer maydoni katta hududlarimizda, ya'ni fermerlarimiz, bug'doy, paxta ekib yuradigan fermerlarimiz yerlarida osmondan yomg'ir yog'ish ehtimoli juda kam. Faqat keyingi hafta o'rtalarida sekin namgarchilik boshlanadi. Ya'ni keyingi hafta o'rtalari deganim o'sha
bitta issiq borku keyingi hafta boshlarida. O'shani ya'ni chorshanba kunlaridan boshlab sekin 20-dan boshlab yog'ingarchilik. shunaqa bo'ladi. Ha, 20-maylardan yana jala yog'inlar bo'ladi. Mana shunaqangi bor, vaziyat bor. O'zi yozimiz qanaqa bo'ladi? Taxminan endi hozir oydinlashyaptimi? Ha, mana hozir yana bitta xaritasini ko'rsatyapmiz. Orqa tomonida, ya'ni 3-o'nkunligimizda, ya'ni 18dan 24-may oralig'ida bizda namgarchilik bo'ladi va shu bilan birga mana ko'rishlarim mumkin. Kavkaz hududlarida ham ko'm-ko'k yashil ranglar turibdi. Ya'ni demak, may oxirgi haftasi ham biroz namgarchilik va harorat kesimida mana ko'k ranglar turibdi Kaspiy dengizi ustida. U kirib keladi, salqinroq bo'lishi va iyun boshlari biroz salqin. Umuman olganda yoz boshlari nima deydi, o'tganiga o'xshagan termik depressiyalar bilan jazirama, qurg'oqchilik, endi o'tgan shundoq ham yog'ingarchilikka zo'r bo'ldik, lekin bu yil unaqa emas. Hozirgi yoz boshlari unaqa emas. Lekin yozning o'rtalarini endi ko'rishimiz kerak, bilishimiz kerak. Unga hozir bu narsa deyish ham qiyinroq, chunki biz uzoq muddatli prognoz ENSO deydi, o'sha El Niño, La Niño. El Niño rivojlanib bo'ldi, aytmoqchi. Super El Niñoga qarab ketyapmiz. Juda ham keskin. O'tmishda bunaqangi tez isib ketmagan suvi Tinch okeanini juda oz jadal ketyapti isib. Ya'ni endi super El Niño bo'lishi degani masalan suv harorati uzoq oy 4 darajadan me'yordan yuqori bo'ladi degani. Endi unda bug'lanish ko'p bo'ladi, yog'ingarchilik bizga ko'p keladimi shunda yozda? Shuni taxmin qilsak bo'ladimi? Qarang, nima deydi? Bug'lanish bo'ladi, ko'p bo'ladi, lekin shu bilan birgalikda ayrim hududlarda endi issiq va issiq juda kuchli, rekordlar yangilanib ketishi mumkin. Uzoq muddatli issiq emas, lekin rekordlar yangilanib qurg'oqchilik. Ya'ni mana masalan kuchli intensiv yomg'ir hamma joyga yog'maydi-ku. Xuddi shunaqa yog'inlar bo'ladi. Maydalab biz o'sha maydalab yog'adigan mintaqada joylashganimiz uchun o'rganib qo'yganmiz. Lekin masalan arab mamlakatlarida ko'rsangiz, shu juda ko'p yomg'ir yog'adi, lekin yili qurg'oqchilik keladi ularga. Qanaqadir hosil yaxshi bo'lmaydi. Chunki katta quvvatdagi nimani umumiy bitta viloyatga yog'adigan yog'in quvvati bitta qishloqqa yog'adida qolgan hududlarni yomg'irni o'g'irlab qo'yadi. Bu nima degani? Bu qurg'oqchilik degani. Suvdan foydalana olgan mamlakatlar yutib ketishi mumkin xolos. U oqib ketsa bo'ldi. Qurg'oqchilik, foydasi yo'q uni. Ham zarar, ham oqib ketgan bo'ladi-da. Shu uchun biz o'shanaqangi nimalar ko'p bo'ladi kelgusida. Super El Niño degani yog'ingarchilik ham yog'adi, lekin qurg'oqchilik ham davomli. Ya'ni yog'ingarchilikda jadal ushlab qoladigan hech narsa yo'q. Endi hamma mamlakat ushlab qola olmaydi u narsani. Bizda ham shunaqangi nima bor. Ushlab qola olmaslik ehtimoli bor. Chunki har bir joylarimizda yozda ham kelib qolishi mumkin. Albatta. Demak, mana hozir shu zararlar bo'yicha, sel bo'yicha gapiryapsiz va mana O'zgidromet o'sha qishloq xo'jaligi bo'yicha o'zini bo'lib o'tgan qishloq xo'jaligi voqealaridan kelib chiqib zararlarni hisoblab chiqibdi, to'g'rimi? Xorazm, Qoraqalpog'iston mana nimasini beryapsiz, tablicasini. Va o'zi bu yog'iga nima kutishi mumkin? Masalan, shu aynan zarar ko'rgan hududlarda bu yog'i sal tinchroqmi? Masalan, Xorazm, Qoraqalpog'iston, Samarqand viloyat hududlari mana may boshlarida ham bilamiz. U endi gidrometni mana ko'rsatyapmiz, agro byulleten, sharhi o'zi aprel oyi qanaqa kechdi qishloq xo'jaligida ayni paxtachilik uchun ishlab chiqishyapti. Paxtachilikda ko'rsatyapti, mana Samarqand va Qoraqalpog'iston qizil xavf, ya'ni bu hududda ekilgan chigitlar paxtachilik sohasida atigi 20-25% unum bo'lgan, ya'ni 80%, 70% zarar bilan chiqqan, yo chirib qolgan, yo sel yuvib ketgan, yo shamol urib ketgan, mana shunaqa situatsiya jarayonlarini ko'rsatyapti. Mana yashil hududlarimiz Qashqadaryo, Navoiy, Toshkent viloyati va Andijon viloyati. Andijon viloyati 100%, ya'ni ideal bo'lgan, paxta uchun ideal oy bo'lgan. Endi Andijon bilamiz, yog'ingarchilik kamroq kuzatildi, lekin mana Navoiy, Toshkent viloyati, Qashqadaryo viloyatlaridagi bu yashillik rang endi o'ylaymizki, yog'ingarchilik kuzatildi. Bularda yaxshi agrotexnik tadbirlar bilan kirishgan. Ya'ni o'sha ob-havo bilan hisoblashish o'ylashimcha kuchliroq. Va mana ko'rsatishyapti, mana shu hattoki ular Farg'ona viloyatida, Samarqand viloyatining ayrim tumanlarida chigirtka, zarar ko'radigan xavfi bilan bog'liq vaziyat uchdi. Sim qurtqoz ko'paygan, 3%dan 5% gacha zarar bilan chiqishganini ko'rsatyapti. May oyida endi bug'doy sohamizda menimcha zang kasalliklari bilan to'qnash kelamiz. Mana kecha sel suv toshqinlari urib ketyapti. Shunaqangi zararlar, xavfli meteorologik hodisalar deyiladi. Shunaqangi hodisalar bo'ladi va lekin may oyimizda o'ylaymizki, issiq urish, qurg'oqchilik o'tgan yilga o'xshagan termik depressiya mana bu 41-42 har doim o'rgangan. Termizda doimo may oylarida kuzatilib kelingan bir issiqlik to'lqini hisoblanadi. Hozirgi vaziyatda may oylarimiz ideal. Ayni qishloq xo'jalik sektorimiz uchun juda ham barokatli. Bu o'zi shundoq ham aprelimiz namgarchilik kechdi. So'ylarimiz juda ham yaxshi. Bemalol endi sekin hisob kitobni qilib dala ishlarini olib boriladigan bir paytda ketyapmiz. Shu oyda ketyapmiz. Albatta, faqat ayrim hududlarda fermerlarda atirab shu suvni qisib qo'yishayotgan ekan, ayrim sabablarga ko'ra. Sabablarini demak fermerlar izohlarda yozib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Erkin aka, katta rahmat. Demak, oxirigacha kuzatganlarga ham katta rahmat va albatta
izohlarga fikr, tanqid va takliflaringizni yozib qo'ying. Sog' bo'linglar. Traktoringiz uchun sifatli va 2 yil kaforatli avtopilotlarni olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga telefon qiling.